Amerika Valkoçisi gezisining 1-oyning 2-kundagi maqolasi qaraganda, Xi Jinping oldingi shanba kuni o'zining yangi yillik tabrik so'zida 3 yil yuqumning oldini olish va kontrol qilish siyosatining kishilarning turmushi qiyinchilik elib kelganligini e'tirof qilgan ekan. Maqolada ko'rsatilishicha, Xi Jinping tabrik so'zida o'zlarining azaldan ko'rilib boqmagan qiyinchilik va xirislarni yengib chiqqanligini, buning hammalarga oson to'xtamaganligini, ya'ni o'tgan yili noyabr oyining oxirida yuz bergan Xitoy virus yuqumining oldini olish va kontrol qilish tadbirlariga qarshi elib berilgan oshkor namoyishni e'tirof qilganligini, ommaning o'xshamagan ko'z qarashda bo'lganligini tilga ilib, ko'pchilikni ittifoqlashishga chaqirganligini bildirgan. Angliya pul muomil vaqt gezitining shanba kundagi maqolasida Xitoy Kompartiyasi kishilarning navbatdagi Xitoy virus yuqum krizisidan diqqatini burashga urinayotganligini, buningdan Xi Jinpingning Xitoy virusi yuqumiga tadbir belgilashining davlat ichi va sirtidagi innovativ ziyon solganligini ko'rsatib berganligini ta'kidlagan. Xitoyda Yangi yil bayram mezgilida Henan o'lkasi Joukou shahrida kishilar ko'chalarga chiqib pojansa atgan. Shuning bilan saqchilar bilan xalq o'ttirisi to'qinish yuz bergan. Saqchilar nurg'un kishilarni tutqun qilgan. Xalq ommasi ulardan tutqun qilinganlarni qo'yib berishni talab qilgan va saqchi mashinasini ag'dirib tashlagan. Bir qism yoshlar saqchi mashinasiga sakrab chiqib, saqchi mashinasining nomer taxtasini qo'mirib tashlagan hamda kishilarning qo'llashi va olqishiga erishgan. Henan o'lkasidan boshqa Nanjing, Shandong va boshqa joylarda pojansa namoyish yuz bergan ekan. Obrazchilarning bildirishicha, oq qog'oz harakatidan pojansa harakatigacha Xitoy xalqi namoyish orqali uyg'onib o'z huquqi uchun kurash qilishga boshlaganligini, buni Xitoy xalqi uchun g'oyat zo'r ilgirlash ekanligini bildirgan. Ukraina urushi keskinlashgan bir paytda, ya'ni 2022-yil 30-dekabr kuni Xi Jinping bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin ekran suhbati o'tkazib, ikki taraf munosabatini texnik cho'nqurlashtirishga va'dalashgan. Ma'lum bo'lishicha, ikki taraf geosiyosiy jiddiylik va mushkul xalqaro vaziyatda Moskva bilan Bejingning munosabatini kuchaytirishni madhiyalagan. Vladimir Putin Xitoy bilan bo'lgan harbiy hamkorlikni kuchaytirish arzusini bildirgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Putin Xi Jinpingga o'zlariga g'arbdan kelayotgan mislsiz besim va ig'vogarchilik oldida yer shari geosiyosiy manzarasi davomlashayotgan o'zgarishlarning sabablari, jarayoni va logikasi haqida o'xshash fikrga ega ekanligini bildirgan. Reuters agentligining aytishicha, suhbatda Xi Jinping Xitoyning asosiy eksport bozori bo'lgan g'arb davlatlarini ozroq tanqid qilgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning dunyodagi mavjud mushkul vaziyati ostida Rossiya bilan strategiyalik hamkorlikni kuchaytirishga tayyor ekanligini aytgan. Suhbatda yana Putin Xi Jinpingni kelar yili bahor faslida Rossiyaga qarata davlat ishlari ziyoratida bo'lishga taklif qilgan. Putinning aytishicha, bu butkul dunyoga Rossiya bilan Xitoyning ochqishlik masalalaridagi munosabatining kuchli ekanligini ko'rsatib berdi ekan. Putin yana Xitoy bilan bo'lgan harbiy hamkorlikni kuchaytirish maqsadining borligini bildirgan. İstanbul aerodromu 2022-yil kuniga o'ttiricha 1156 qitim uchish bilan Yevropa bo'yicha eng avvat aerodromga aylangan. Yevropa Havo yo'l boshqarish bexatarlik tashkiloti 2022-yillik Yevropa aerodromlari va aviatsiya qatnash to'g'risidagi tafsiliy dokladni e'lon qilgan. Dokladda eskartilishicha, Xitoy virus yuqumning boshlang'ichi bo'lgan 2019-yildan buyon Yevropa aerodromlari ichida yuqumdan burungi mezgildagi uchish saviyasiga yetgan birdan-bir aerodromning Istanbul aerodromi ekanligi bildirilgan bo'lib, o'tgan yili Istanbul aerodromidan qolsa, navbat bilan o'ttiricha 1140 navbatchi aeroplan bilan Amsterdam, 1122 növbətçi aeroplan bilan Paris, 1048 növbətçi aeroplan bilan Frankfurt və 1042 növbətçi aeroplan bilan London keyingi o'rinda turgan. Mutaxassislar hayot birli vaqt keladi. Salomatlikni asrashni, hayotni qadrlashni bilmagan kishi hamma narsadan quruq qoladi. Xizmat bilanli bo'lib salomatlikni qurbon qilish oqilonlik emas degan. Ming charchashning hech qanday patologiyalik o'zgarishi, ham hech qanday organik o'zgarishi bo'lmasa-mu, tuyuqsizlik, ko'ngli aynish, qusish, titit bo'lish, nerv ojizlashish, ruhiy harg'inlik qatorliq kasallik alomatlari ko'riladi. Egilishicha 25 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan oliy ma'lumotli muxbir, e'lon va uchur xodimlari, tor punkti boshqaruvchilari, cho'ng turlarni huddiga olganlar ming charchash ko'p ko'riladigan kishilar ekan. Bundaq kishilar krizisni boshqarish eni va bir tutash planlab boshqarish iqtidoriga ega bo'lishi, besimga bardoshlik berishini o'rganib olishi, mag'lubiyat va g'albiga to'g'ri muomala qila oladigan ruhiy holatni yetildirishi, kundalik xizmat planini tuzib, xizmat bilan orom olishni birlashtirib, muvofiq usul orqali besimni yeniklatishni o'rganib olish kerak. Muvofiq chiniqish va qong'ichi uxlashmi besimni yeniklatishning yaxshi yo'li.
Shuning bilan birga o'xshash kayfiyatni saqlash orqali besimni yeniklatish kerak. Masalan, psixologiya doktorlaridan maslahat so'rash, do'stlashish, ko'ngil izhor qilish qatorliqlar. Tartiblik turmush ritmini saqlash ham qong'ish uxlash har qanday ozuqlikdan muhim ekan.